o'sha siz bilgan Sado guruhi bugun suhbatdoshimiz. Bahodir aka qanchadan beri faoliyat yurgizasiz aka? Avvalo assalomu alaykum. Ahli Marg'ilon. Hop. Shu Marg'ilonda tug'ilganingizga Xudoga shukr qilamiz. Avvalo o'zbekistonliklarga hammaga salom aytamiz. Men 10 yosharimda boshlaganman uni. 10 yosharimda boshlab bu guruhni 2008 da boshlaganmiz. Xudoga shukr, mana hamma komanda shu yerda yonimda, yoshi qariyo. Salkam 2008 da boshlagan bo'lsa, hozir 25 bo'lsa, necha yil bo'ladi? Jasur? 18 yil. Ha, ana. 18 yildan beri faoliyat yurgizasiz. Sizni bu videoni ko'rib turgan hamma taniydi. Taniganlar albatta izohlarga yozib qoldiringlar. Men taniyman Bahodir akani, to'yda ko'rganman deb yozib qoldiringlar yoki hech bo'lmasa bitta like, plus qoldirib ketinglar albatta. Bahodir aka, xo'p, faoliyatlar qanaqa? Surnay, milliy cholg'u instrumentlardan timbal bor, bochka bor, nog'ora bor. Mana karnay surnay, doira, muzikalni ham cholinadi. Yevropeyskiy muzikalar, o'zimizning milliy cholg'ularga aralashgan hisobda. Bitta o'zingizdan eshitaylik, milliycha va yevropeyskiy. Sado guruhining asoschisidan bitta milliycha va yevropeyskiy eshitamiz. Поехали. Siz bilan ko'rishishimizga sababchi bo'lgan Farik gilamlar savdo tarmog'i haqida fikringiz? Ko'rganimizdan avvalo xursand bo'ldik. Mana shunchalik bizni ham xizmatlarga chaqirishibdi. Xudo xolasa hali kirib tanishganimiz yo'q. Kirib narx-navolarni ko'ramiz, lekin boshlashlari yaxshi. To'ylarga aka necha pul chiqyapsiz? Endi bitta xizmatga borib kelishlarimiz, mana bugun olib qaraydigan bo'lsak, $300. Mana profilim o'z nomi bilan manfaatli intervyu. Mani obunachilarimga aka bir qismni o'ziga borib bering. Nechta odamga borib berasiz xonadoniga? Nechtaga borib beray? 5 ta. 5 ta emas, 3 ta. Bo'ldi, gap yo'q. Sizni xonadoningizga qismni o'ziga Sado guruhi Bahodir aka borib beradilar. Pastda nomerlarni qoldiramiz va profillarni qoldiramiz. Bahodir aka xizmati zarur bo'lsa, birinchi bo'lib telefon qiling.